Assalomu alaykum. Hurmatli obunachilar va bizni endigina kuzatib turgan chorva mol qo'yish qog'ozlari va YouTube ishqibozlari. Hop, bugun 6-may haftaning seshanba kuni biz Namangan viloyati Pop tumani To'da qishlog'idamiz, ya'ni o'zimda xonadonimdaman. Akalar, ukalar, bugungi video syomkamiz hammaga foydasi tegadi degan umiddamiz. Foydali bo'ladi, chunki juda ko'pchilik telefon qilib yana so'rashyapti. Bitga nima qilish kerak, chesotkaga nima qilish kerak yoki qaysi payt yuvintiriladi, yuvintirishda nimalarga e'tibor berish kerak. Mana shunaqa savollar ko'payib ketdi. Shuning uchun umuman o'zimda mollarimda video qilmay qo'ydim. Lekin bugun chiroyli qilib video qilamiz. Mana hozir mana shuni yuvintirdim. Mana shampunlarni olib kelib, shampunlab chiroyli qilib yuvintirdim, lekin hali kralin qo'shganim yo'q. Shunga kralinda bitta video qilib, ko'pchilikka foydali bo'lsin deb uni qo'shmay turibman. Hozir dozalarni ko'rsatib o'tamiz. Mana shu buzoqchamiz xudo xolasa 3 oy bo'lib qoldi. 3 oylik gibrid. Zo'r katta bo'ldi xudo xolasa. Endi qolgan mollarni ham bir qator ko'rsatib o'tamizda, keyin yuvintirishni boshlaymiz. Hop, mana unimiz semental. O'sha birinchi olgan molim bu. Bu hozir bir 3 oylik bo'g'oz. Qochib qoldi bu ham. Bu mana bo'zak emizdirmaydi. Faqat o'zini bolasini emizdirdi, begona bo'zakni emdirmayapti turadi. Buni qo'lda sog'ilyapti hozir. Mana endi bu tomonga o'tsak. To'lali. Bu tomonda u bilan birga kelgan gibrid sigirimiz bor. Bu jichi ozib qoladi. Bo'zalar ancha so'rib tashlaganda endi o'ziga kelib qoldim. Bu ham uni zagonga chiqqandan keyin baribir zagonda ancha foydasi bor ekan. Zagonga chiqib o'ziga keldi. Mana xunajin kimda esda bo'lsa 2 dona kichkina bo'zakchadan olgandim. Mana uni ikkalasi shu aytganimiz, bular ham bo'g'oz. Ikkalasi ham qochdi. Xo'p, bu ikkalasi aytganimizdek qochdi. Bular ham teng qochdi. Pash to'rtalasi ham teng qochdi. Mana u ham 3 oylik, u ham bu ham to'rtalasi ham teng qochib qoldi. Cha jonivor. Mana jonivor. Zagonga kirmaganimga. Hop, bu novosimiz, buni $1000 ga oldim. Buni olganimizga 1-3 oydan o'tdi. Qo'lga kaltaga olaman shekilli. 3 oydan o'tdi, zo'r o'zgardi bu ham. Buni ham zagonga qo'yib yubordim. Mollar qochib olgandan keyin kirdi bu. Shundan keyin mana hech qaysirga iliqqan yo'q, demak qochib qopti deb. Qo'l solib ham tekshirdik-ku, shundan keyin baribir qochgandan keyin qo'yib yuborib, agar iliqsa, demak qochmagan bo'ladi dedim. Bu ham iliqmadi. Kaltaga olaylik. Hop, mana eda 1 oydan o'tgan bitta semental buqacha va bitta gibrid buqachamiz bor. Ikkalasi teng edi. Mana farqi, akalar, ukalar, sementaldan ko'ra ham gibrid ancha orqalari baquvvat bo'lib ketdi. Semental ham yomon emas. Semental ham baquvvat, lekin gibridimiz ancha to'la. Cho'jonor. Orqalari ham zo'r buni. Bular o'sha 1 oydan o'tdi, 1,5 oy bo'lib qoldi. Mana yangi tug'ilgan. Buni 1 hafta bo'ldi shekilli olib kelganimga. Narigisi 1 oylik. Bunisi 1 oylik. U ham zo'r. Ko'z tegmasin, jicha kindigi ishib qoladi. Qaytdi, cho'jonor. Kindiklari yaxshi bo'lib qoldi, orlan qilib qo'ydim. Xudo xolasa sotmayapman, sotish niyatim yo'q. Oxirigacha chiroyli qilib boqib, nasib qilsa ko'paytirib, mana shularni oxirigacha boqmoqchiman. Kuzatib borasizlar, endi bundan buyog'iga tez-tez videosini qo'yib turamiz. Bo'lmasa, yuvintirishni boshlaymiz. Mollar bilan bir qatordan tanishtirib o'tdik, qo'ldan kelgancha. Mana suzar ekan, ana bo'lsa, bu bog'lovda turardi. Zagonga qo'yib o'rganimdan keyin kirmaganman-da. Hoppa qilib oldik. Boqish usulimiz shu. Oxirida suv. Mana somon tashab qo'yamiz. Endi bularga bundan ortiq hech narsa kerak emas. Hop, bo'zalar bu yerda yurmaydi. Hozir yuvintirganimda eshigini ochganimda chiqib ketdi. Bo'zalar hammasi mendan kirib ketdi. Hop. Buzoqlar mana yerda turadi. Bu buzoqlar kletkasi.
eBayda mana granulasi bor. Mustang kompaniyasining granulasi. Mana shu o'ta zo'r narsa. Men sizlarga tavsiya qilaman shuni. Oldingi videolarimizda ham aytib o'tganmiz. Mana bu yerda bug'doyni qaynatib, makkani qaynatib, kepakka jitcha kepakka aralashtirib qo'yib qo'yilgan. Kepagim qolmaganiga bu safatgacha kunjaraga aralashtirib yubordim. Kepak tugab qopti. Mana oldida bedasi. Oyda ham granula bor, kichkina oxirda ikkita paqirda suv bor. Mana shu turadi. Hop, buni shampunla yuvintirib oldik. Endi ketdi mana. Mana buni 30 litrli bachogimiz. Mana supermetrin. Supermetrin, bunisi rossiyskiy kralin. Bunday ozgina. Mana shu yetadi. Xudo xolasa bu zallar o'zini yuvintiraman, yetadi. Hop, bu 30 litr suvga akalar 10 litrga 10 gram, 1 litrga 1 gram. O'shanda biz 30 litrga 30 gram qo'shishimiz kerak. Biz odatdagidek ko'proq qo'shaveramiz. 50 gram, 60 gram qo'shdim. Lekin tavsiya qilmayman hech kimga shu aptekada aytilgan dozani qo'shaveringlar. Endi men o'zimga menga shu tezroq ta'sir qilsa, yaxshiroq ta'sir qilsa deb qo'shaveraman. Ayni odat bor. Ketdi, nima qilishgan cheklaymiz. Chekadik. Hop. Endi buni yaxshilab aralashtirib mana unga qo'yib olamizda. Bo'zadi ustidan bitta ishqalab turib, bo'zadi qo'yib olamiz. Hozir endi men bunga quyib olayin, ha. Videoni mana shu yerda o'chirib turamiz. Hop, akalar mana quyib oldik. Bir 3 litr, 4 litr olar ekan. Endi mana mashina bo'zadi ustidan bunday sepib qo'ysa bo'ldi. Asl telefonda, qo'lim telefonda bo'lmaganda buni ishqalardim. Endi sizlarga ham ko'rinsin degan maqsadda bitta qo'lda telefon, bitta qo'lda mana imkon qadar harakat qilyapmiz. Ayni qilib bitta qo'lda asli ishqalab chiqish kerak. Shunda terisiga zo'r yopishadi. Mana bular yopishdi mana terisiga yana. Ayniq yopish kerak amaliyot. Yana chotlariga ham imkon qadar sepish kerak. Qo'lda ishqalash kerak. Ana bitta mashi yetar ekan. Mayda qilib sevib turilaveradi. Hozir mana soatda aytadigan bo'lsak, soat kechki paytga 5 dan o'tdi. Mol salqinda turgan bo'lsa, navisda yo molxonada turgan bo'lsa, uni qizig'i yo'q. U ertalab, kechqurun, bitta unaqa narsasi yo'q, farqi yo'q. Luboy payt bo'shab qoldingizmi, sevib ketavering. Endi men o'zimdan nimamdan kelib chiqib aytyapman. Tag'in u unaqa dedi, bu bunaqa degan dedi, deb noto'g'ri tushunmaslik kerak. Bizda shunaqa. Qachon vaqtim bo'lsa, endi yuvib qo'yaveraman. Endi ishqalab qo'yilsa, hamma joyiga yopishadi mana. Zo'r bo'ladi. Hozir bular xudo xolasa 3-chi yo 4-chisiga buyurli hisobiga yuvinilyapti. Shu 15-20 kundan beri yuvintira olmadim. Endi bugun vaqt bo'lgan ekan. Qarasam o'zi qashlanishni boshladi. Qashlanib qoldi, sirrazi mana. Vaqt topib, bugun ishdan damni olib yuvintiryapman. Mash holat tez-tez yuvintirib turilaveradi akalar. Shunda qashinmaydi, yozda issiqlab qolmaydi. Issiqlash nimadan kelib chiqadi? Issiqlash faqat shu bitkani chaqishidan, yo asosan kamdan-kam holatda issiqda qolib, suvsiz qolib ketishidan bo'ladi. Lekin 90% faqat mana shu bitkani chaqishi yoki haligi jo'lak-po'lak shunaqa hasharotlar chaqishidan kelib chiqadi. Qonda initadi. Shuning uchun tez-tez yuvintirib turilsa, parazitlar yaqinlashmaydi, parazitlar bor, parazit ham o'ladi, boshqa bo'ladi. Bor parazit ham o'ladi. O'shanda zo'r bo'ladi. Umuman issiqlamaydi ham, zo'r o'zgarib, yaltirab turadi. Mana shunaqa gaplar, qolganlarini ham yuvintiraman. Yuvintirib bo'lib, yana videoni davom ettiraman. Endi uni yuvintirib olaylik, qolganlarni chiroyli qilib, vijdonan, mehr bilan yuvintiraylik.
Sizlar bir donadan like bosinglar, akalar, ukalar. Mana shu videoni kommentariyasiga Telegram gruppamiz silkasini tashlab qo'yaman. O'tib obuna bo'lib qo'ysalaring, u yerda eng arzon sotiladigan birinchi qo'l dehqon akalarimizdan sotiladigan mol, qo'y va har xil kasalliklar haqida suhbatlar bo'lib turadi. Bemalol o'tib obuna bo'lib foydalanishlaring mumkin. Mana bu yerda ham granula bor. Mana granulani qopi qiziqqanlarga. Mustang kompaniyasiga mana. Mustang. Agar nomeri kimga kerak bo'lsa, Telegram gruppaga ham tashlab qo'yaman nomerni. Bu yerda bedasi turadi. Bedani ham svejistdan oldim, 5000 dan oldim. Ha, turibdi, yo'yib tashladim. Jannami bor ekan. Katta mana. Hurmatli obunachilar, hammasini yuvintirib bo'ldik, 4 talasini. Aniqroq aytganda 4 talasini yuvintirib bo'ldik. Mana taglariga somonlar solib qo'ydik. Top-toza bo'lib, maza qilib yotadi endi. Ana belini anadan kirib chiqqanda ichcha belini uribdi. O'shanga zilinka qilib qo'ydim. Hop. Onu nari qora gibritimdan bir dona jo'lak deydimi ko'pchilikda? Anaqa jo'lak chiqdi. Hali itlarda bo'ladigan kana bor-ku, mana shundan chiqdi. De yuvib turib qo'limga ilinib qoldim. Mana endi kiralindi zo'r qilib dozasini yaxshi qilib sevib qo'ydik. Endi unaqa narsalar bo'lmaydi. Yo'q, ko'zga ko'rinmaydigan hali treps bo'ladi-yu, chesnok shunaqa o'simliklarga tushadigan. Ha shunaqa trepsga o'xshagan juda yomon. Bularda shunaqa parazitlar bo'ladi. Ular o'sha chesotkaga olib keladi. O yomon, katta mollarni ham so'rib tashlaydi. Ko'zga ko'rinmaydi u, qo'lga ham ilinmaydi, ko'zga ham ko'rinmaydi. Endi yaxshilab qarasa bilinsa bo'ladi ko'z bilan, lekin haliga bir ko'z bilan qaraganda ko'rinmaydi. Yaxshi mana. Xudo xolasa mana endi buni yuvintirmadim. Bu endi bir haftalik bo'ldi. Bular keyin yuvintiramiz. Endi kattalarda endi bularni erta-ertaga yuvintiramiz. Shunaqa gaplar, anchadan beri video qilmayap turdim. Mana o'zimizning mollarda yoki kasalliklar haqida ko'ryapmiz. Ko'pchilik shu videolar bo'lib turibdi boshqa blogerlar tomonidan. Shular kuzatib boryapmiz. Endi bitta narsani deb qaytaravergani to'g'risi. Unaqa narsa kerak yo'q. Hali mol boq sirlari bu endi nima u haligimida sir tugamaydigan. Oddiy mol boqish. Yuvintirib vaqtida yuvintirib tursa, o'zingizda bor yemishni berib tursangiz, kepak kunjarasi vaqtida berilsa bo'ldi. Parazitlar tushmasa bo'ldi. Uni hech qanaqa uni ortiqcha sir sinoati yo'q uni. Oddiy mol, ota-bobolarimiz boqib kelgan. Endi jali molni tushunmaydiganlar ham chiqib olib, unaqa usul, bunaqa siri topildi, o'ydi, bu haliga emas-ku. Video yoqqan bo'lsa, aka-ukalar, bir donadan like bosib ketasizlar degan umiddamiz. Yemishlarni ko'rsatib o'tdik. Makka bug'doy qaynatib berilyapti. Makka bug'doy qaynatib, mana granula oldida. Mana uni sog'ib olamiz. Bu bo'zak emizmaydi, boya aytganimdek. Narigini mana bo'zak maza qilib yuribdi, gibridda. Uni ham bir 15 ta suti bor. Endi o tuqqaniga ancha bo'ldi, qochira olmay yurdim. Oxiri bitta semental buqa olib kelib, shart buni ikkalasini zagonga tiqib, kuyib turadiganini qilib, buqani qo'yib yubordim. Mana ikkalasi ham o'sha buqa kirgandan keyin bularga kuyib turadigan qilmadim, bular ham sirazi qochib qoldi. 10 kun shunaqa oralig'ida bular ham qochdi. Endi faqat mana shu yengil somonni, jijapcha kepak oz-ozdan kunjara berib turibman ularga ham. Endi shu bilan xudo xolasa tuqquncha mana shu ratsionda ketaveradi. Bu sigirni yaxshiligi ortiqcha yem-pem shunaqa narsa kerak emas.
Mana unga chiroyli berilyapti. Endi ham gibridga chipcha o'ziga shuni kelganda oldiga jicha kunjara kepak ko'proq berib qo'yilyapti. Chunki ular sut beryapti. Ertaga ham molxonadan chiroyli bir video chiqadi. Hali Grenford buqalarimiz kelgan, ertaga ularni ham yuvintirib, ertadan sotuvga qo'yamiz. Uni ham kuzatib borasizlar. Tanish bilishlarga podelitsiya qilib qo'yasizlar.